Assalomu alaykum, Tanzila Narbayeva. Sizga murojaat bilan chiqmoqchiman. Men Namangan viloyati 3 tumanidanman. Birlashgan Kiskan yerda yashayman. Turmushga chiqqanimga mana 5 yil bo'lyapti. 2021-yil 30-yanvarda turmushga chiqqanman. Mana o'sha 2021-yildan beri ta'zyiq va zo'ravonlikka uchrab kelaman. Hali mana Sultanova Muhabbatxon o'shandan beri tinchitmaydi. Hech qachon tinchitmaydi. Order oldim, jarima soldi. To'xtatmayapti. Qachongacha mana shunaqa bo'ldi? Stressga tushib bir marta o'shanda ham o'zimni holatimga kelib, shu начальник militsiya polkovnik ayol shular meni nazoratiga olib, o'sha stress holatimdan, o'sha pedagoglar bilan gaplashib, o'sha holatimdan chiqardi. 2021-yildan beri meni urib zo'ravonlik qilib keladi, haqorat qilib. Qachon bularga chora ko'riladi? Bularga order ham oldim, jarima ham soldi, katta jarima ham soldi. O'shanda ham tinchlik bermayapti. Qachon shunaqa bo'ladi? Qachon tinch o'tiraman? Endi nima qilishim kerak? Ular endi turmushdan ajrab qaytib kelgan bo'lsa, men ham shunaqa holatda o'tirishim kerakmi? Yaxshi ayol, o'zini hurmat qilgan ayol hech qachon o'sha stalovaga borib, kechasi 7 da borib, 12 da kelmaydi. O'zini hurmat qilgan ayol hech qachon shunaqa bo'lib kelmaydi. Nima qilishim kerak? Endi ular turmushdan qaytib kelgan bo'lsa, farzandini yolg'iz ona qilib katta qilayotgan bo'lsa, nomiga olib, endi o'zini nomiga olib boqib yurgan bo'lsa, men ham shunaqa qilishim kerakmi? Qachongacha shunaqa qilishim kerak? Yana ta'zyiq va zo'ravonga yana shunaqa uchrayapman, yana meni haqorat qilyapti to'xtamay qayta. Mana stress holatiga tushyapman men. Voyaga yetmagan 2 nafar farzandim bor, voyaga yetmagan. Birinchi farzandimni 2021-yil homiladorligimda qornimga urib, homiladorligimda urib. Mana farzandimni boshida bosimi bor, DSP tug'ildi. Endi hozir 10 oylik qo'limda chaqalog'im bor. Qachongacha bularni deb mana shunaqa bo'lib stress holatida yuraman. Qachon bular nazoratga olinadi? Order ham nima qilib beradi? Hech nima qilib bermaydi. Hozir mana endi Sultanova Muhabbatxon kamera olib o'rnatyaptilar. U kamera o'zlarining foydalariga ishlatdi. U kamerani o'rnatarkanlar uylarga hozir o'rnatmoqchilar. Meni hovlimni ham kameraga, videoga olarkanlar-da. Keyin o'zlariga kerakligini o'zlari